Bugünkü islaha hürmetlik vatandaş, 2024 yıl 6. ayının 5. günü endi sizlarga haftaga çarşamba. Endi sizlarga söyleydigan mavzumuz tüvendikçe vatandaş hazırman dedim. Prezident Joe Biden en ali yol yok. Jungo'nun iqtisadi gumran buluş gerbekiga yetip geldi. Muşunu toq, muşu yosundu sözlengendiğin keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati bo'libmi Jungo qaratgan siyosatida qanday o'zgarish bo'ladi? Anda davlat rahbarlarining so'z iborasidagi o'zgarishlar mana shuni sizga, bizga ko'rsatib beradigan birdan-bir yo'ldir. Yuqorida ko'rsatdik, yuqorida angladik. Prezident Joe Biden Yevropa ziyarati Fransiya Normandiyada quruqliq chiqish. Anda oxir nima dedik? NATO bir yerga to'planib, erkinlikni va o'zining egilik huquqini qo'g'daydi degan so'z iboralarni hozir sizlarga topshirdik. Yana boshqa so'z iboralarni tahlil va tasavvur qilinglar vatandoshlar dedik. Endiki bu mavzuga diqqat qiling vatandoshim. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 4-iyun voqeasining 35 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qildi. Mavzuli xabar 6 ayning 5 kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken 6 ayning 4 kuni Jungo Tiananmen maydonida yuz bergan qirg'inchilik voqeasining 35 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilib, 4-iyun voqeasida qazo qilgan, nazarband qilinganlarga hurmat bildirdi. Hamda Amerika kishilik huquq va erkinlik uchun kurash qilayotgan barliq kishilar bilan bir safda turdi deb ko'rsatdi. Bayonotning to'liq teksti tuvandikicha. Tiananmen maydoni voqeasining 35 yilligi. Axborot. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Antony Blinken. Antony Blinken 2024 yil 6 ayning 4 kuni. Bugun Tiananmen maydonida qirg'inchilik yuz berganiga 35 yil to'lgan kundir. Biz, yani Amerika 100 minglagan kishilarning demokratiyani qo'llab, Jungoda tinchlik namoyishi o'tkazganligini, ular ko'krak kirib, o'tirg'i chiqib, erkinlik, kishilik huquqni murojaat qilib, chiriklishni oxirlashtirishni talab qilganda, qolliq bostirilganligini eslaymiz. 35 yildan keyin bugungi kunda yana shu vaqtga o'lim yetim texi aniq emas. Lekin biz shu chog'da 1989 yil 6 ayning 4 kuni va undan keyingi kunlarda o'ldirilgan va nazarband qilingan kishilarga hurmatimizni bildiramiz. Biz yana bugungi kunda Jungoning har qaysi joylarida nazarband qilingan kishilarning sadolariga hurmat bildiramiz. Jumladan Uyg'uriston, Xinjiang, Tibet va Hong Kongni o'z ichiga oladi. Biz xalqaro jamiyat bilan o'rtoqlashib ish qilish to'g'risida davomli sado qaytaramiz. Jungo Xalq Jamhuriyatining ichki qismida dafsanda qilingan kishilik huquqning majburiyatini surishti qilishni davomli ilgari suramiz. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari botur Tiananmen namoyishchilarining chaqiriqlariga quloq solamiz. Jungo Xalq Jamhuriyati hukumatining xalqaro kishilik huquq kitobnomasida
qayd qilingan, kapolatlantirilgan kishilik huquq, negizlik erkinlikni e'tirof qilishini talab qilamiz. Bu xitobnomaga Jungo ham imzo qo'ygan edi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Xalq Jamhuriyati hukumatining bu yil Birlashgan Davlatlar Tashkilotida uning Jungoning kishilik huquq xotirasini umumyuzli mazgillik tekshirish mazgilida nurg'unlig'a ko'p degan takliflarni qabul qilish o'ttirib qo'yilgan, nurg'unlig'an ko'p degan takliflarni qabul qilishini chaqiriq qilamiz. Jumladan qasddan va adolatsiz qo'lga ilinganlarni turmadan qo'yib berishdimi o'z ichiga oladi. Beyjingda 4-yil voqeasini eslashdimi? Bostirishga urinayotgan bir paytda Amerika kishilik huquq va erkinlik uchun kurash qilayotgan kishilar bilan ittifoqlashib bir safda turamiz. Bundan 35 yil burun Tiananmen maydonida ko'krak kerib o'tirg'i chiqib, qahramonlarcha qurbon bo'lganlarni davomli eslaymiz. Bu söz iborat qardingizmi? 3 nuqta var. Birinci, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik huquq xitobnomasi. İkinci, şu xitobnomaga Jungo Kompartiyasining imzo qo'yganligi vatandaş. Bu bir nuqta, shunaqmi? Ondan keyin Uyg'uriston, Tibet. Mushu masalaga to'g'rilab turib, hozir bu masalani tilga olindi, ya'ni Uyg'uriston masalasi, Tibet masalasi. Bo'libmi, buning ichida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xitobnomasiga imzo qo'ygan Jungo. Endi hisobda gap, sen shuni ijro qiladigan vaqt keldi. Bu bayonotning mazmuni mana shu yer. Rahmat. Davlat ishlar kotibi Anton Blink.